Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa bugun yana bir ishimizni topshirdik. Cheklovimiz 12-iyun 2025-yil. Xudo xolasa qisqacha obzor qilamiz. Bu ishimizni Lenobod Paxtachi mahallasi Bog'gul bog' qishlog'iga tayyorlab berdik. Saymiddin akamizning xonadoniga. Xolomasi juda chiroyli chiqdi. G shaklda bo'lgan, juda ham katta. Рабочий zonalarimiz katta bo'lgan. Ayollarimiz mazza qilib ishlaydi. degan oshxona bo'lganda qisqasi. Obzor qilamiz. Har doimgidek tanjum mexanizmlar 40 kilagacha vес ko'taradi. Mana yosh bolalar ochib qat qidirgan payti ham qarsiz yopilmaydi-da, o'zining holatida yopilaveradi. Rakinalar o'zining joyida, xudo xolasa. Tepa holat, tepalar polni bez ruchka variantda bo'lgan. Bez ruchka holatda. Polni vakuum sistemada hammasi. Xudo xolasa shunaqa ishlar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammasi joy-joyida bo'lgan. Bu yerda mikrovonovkalar bo'ladi. Joyi taylab ketganmiz shunga. Boshimiz pasti akril, matoviy akril. Tepasi esa glyansiy akril oq. Xudo xolasa juda chiroyli chiqdi. Egalariga buyursin.